Unda bitta nafas olib bering, yaxshilab mazza qilib. Mazza doktor. Mazzami? Rohat doktor. 10 yil tokara yurgan ekan bu yoqda, bu yoqda. Nafas Sizga olib rahmat qanaqa? doktor. Sog' bo'ling, qo'rqat ko'rmasin. Qarash sheyga. Yaxshi doktor. Hayot bor ekan doktor. Menga kislorod ko'ryaptimi? Boshim ham qo'ydi o'zi. Qo'yordimi o'g'ri? Qo'yyordi. Mazzami? Rosa ham qo'rqib kelmay yurgandim. Bilganimda oldinroq kelar ekanman. Tez. Operatsiya bo'lganlarga xudo xohlasa 2 hafta bo'ldi. Sprinterni olib tashladik. Nafas olyaptilar, mazza qilib. 10 yil nafas olmagansiz. 10 yil nafas olmaganda, dorilar sepganlar, bosh og'riq bo'lgan. Xudo xohlasa inshaalloh mana bunlarni tekislab berdik, to'g'rilab berdik, nafas olishlari ham ochildi. Maslahat berasizmi qolganlarga ham operatsiya qildirishni? Maslahat beraman, vaqt o'tkazmasdan kelib. O'z ishining mutaxassisiga uchrashlaringizni tavsiya qilaman.